jahon jomi falak soqi ajalmay haloyiq bodano'shu jur'ai vay halosiniz az vay aslo hech kasro az in jomi az in soqi az in mayna. Ya'ni jahon jomi falak soqi ajalmay deganda jahon dunyo mana unaqa qadah bo'lsa deyaptilar, taqdir soqi, u soqi qo'yganmay ajalmay deyaptilar. Kulli nafsin za'iqatul maut oyat bor-ku, o'sha har bir nafs egasi ajal sharbatini totib ko'rib uchun dedi. O'shani sharhi bo'lib boyi. Haloyiq bodani o'sha jur'ai vay. Halosiniz az vay aslo hech kasro az injomi az insoqi az inmayna. Ya'ni hech kim qochib qutulolmaydi. U jomdan ham, u soqidan ham, u ajalmaydan ham shu qochib hamma ishadi. O'sha oyat karimani sharhida bu. Endi bu mana o'rdamizni tepasidagi ruboiy bu. O'ng tomonda esa Xudovando bigardoni baloro. Balolarni boshimizdan ko'targin Allohim. Zi ofatqa nigahdori tumoro. Barcha ofatlardan bizni panohingda asragin. Bahaqqi har dugi so'yi Muhammad. Zabon gardon zabardastoni mor. Ya'ni gisoyi degani kokil ekan. Payg'ambar alayhisalomda ikkita kokillar hurmatidan deyaptilar-da. Endi bu hali urush bo'layotgan vaqtda qurilganda o'rda 73-yilda bitgan. Urush o ancha ilgari boshlangan, 52-yilda boshlangan urush. O'shani o'sha kofirlardan qo'limizni baland qilgan deyapti-da endi. Allohga murojaat bo'lyapti ana. Ya'ni bahaqi har gisuyi Muhammad, ya'ni Muhammad alayhisalomning ikkita kokillar hurmatidan. U ikkala kokildan murod Imom Hasan bilan Imom Husaynni vasila qilinyapti o'rtaga. Eng yaxshi ko'rganlari ikkalalari bo'lgan, ikkala nevaralari. Toshkent qo'ldan ketgandan keyin qurilganda o'rda. Hozir yo'q, podsho 2 yil, 3 yil hukm surgan albatta. Keyin